Navbatdagi mustaqil ishimiz Jules Verne'ning dunyo bo'ylab 80 kun ichida asar hisoblanadi. Dunyo bo'ylab 80 kun ichida nomli mashhur asar fransuz yozuvchisi Jules Verne tomonidan yozilgan bo'lib, 1872-yilda nashr qilingan. Bu asar janri sarguzasht roman hisoblanadi. Bundan tashqari asar ilmiy, fantastik va realizmga asoslangan, ularning o'zaro uyg'unlikdagi bir namunasi deyish mumkin. Xo'p, bu romanda insonning iroda kuchi, uning sarguzashtga bo'lgan ishtiyoqi, intizomi, texnologiyalarga bo'lgan qiziqishi, undagi ishonchi aks etib berilgan hisoblanadi. Asarning asosiy qahramonlari esa 4 kishi. Asarning asosiy qahramonlari 4 kishi hisoblanadi. Birinchisi Philips Fogg Londonda yashovchi boy va sirli zodagon hisoblanadi. U Reform klubining doimiy a'zolaridan biri hisoblangan. Juda tartibli, aniq ish olib boradigan, aniq hisob-kitob qiluvchi va hissiyotlarini oshkor qilmaydigan va o'zini o'zi juda kuchli boshqaruvchi va nazorat qiluvchi inson sifatida tasvirlangan. U o'z vaqtini qat'iy reja asosida amalga oshiradi va shu sababli dunyoni 80 kun ichida aylanib chiqishga ulgurgan hisoblanadi. Xo'p, asardagi bu qahramon juda ham adolatli, insonga har qanday sharoitda ham yordam berishga harakat qiladigan va halollikni o'ziga kasb qilgan personaj hisoblanadi. Xo'p, keyingi asar qahramonimiz bosh qahramonning do'sti Jon Passepartout hisoblanadi. Passepartout Philippe Foggning fransuz xizmatkori ham do'sti sifatida tasvirlangan hisoblanadi. U o'z xo'jayinining sarguzashtli hayotidan bexabar bo'lib, oddiygina, tinch hayot kechirish umidida ishga kirgan bo'ladi, ammo uning hayoti sarguzashtga aylanib ketadi. Passepartout sodda, lekin zukko va jasur odam hisoblanadi. Sayohati davomida u ko'plab muammolarni hal etish qobiliyati bilan ajralib turadi va ba'zan bexosdan qandaydir rejalarni buzib qo'yishi mumkin va bu asarga yanada jo'shqinlik baxsh etgan hisoblanadi. Asarning keyingi qahramoni esa detektiv Fix hisoblanadi. Fix britaniyalik detektiv hisoblanib, Foggni London bankidan pul o'g'irlaganlikda gumon qiladi. U Foggni butun dunyo sayohati davomida mana shu bankni o'margani uchun ta'qib qilib boradi va har xil yo'llar bilan uni to'xtatishga, uning sayohatini to'xtatishga, uni ushlab qolishga harakat qiladi. Fix ayyor va shubhali va maqsadiga qanday bo'lmasin yetishga harakat qiluvchi obraz sifatida tasvirlangan hisoblanadi. Bunda detektivning asosiy maqsadi bosh qahramonni to'xtatish hisoblanadi. Asarning keyingi qahramoni esa Auda hisoblanadi. Auda hindistonlik yosh beva ayol hisoblanadi. Hindlarning an'anasi merosida uni tiriklayin ko'mish buyurilgan hisoblanadi. Turmush o'rtog'i o'lgan ayolning tiriklik ko'miladi. Fogg va Passepartout esa uni qutqarib qoladi va u sodiq, aqlli va mehribon ayol sifatida tasvirlanadi. Xo'p, asarning asosiy syujeti nimadan iborat desak, asarning asosiy syujeti mehr, muhabbat, ishonch, sarguzashtga bo'lgan qiziqish, halollik, vaqtni to'g'ri taqsimlay olish, reja bilan ish ko'rish kabi omillarni o'z ichiga oladi. Asarda bir tarafda halollik, bir tarafda uning ortidan quvib keladigan doimiy yomonliklar tasvirlangan hisoblanadi. Asar o'sha paytdagi, ya'ni 1872-yildagi London hayotini aks ettirgan deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'sha paytda zamonda qanchalik halol va qiziquvchan bo'lishga harakat qilmasin,
odamlar ortidan doimiy ta'qib qiluvchilar